Sayt aka, shu kunlar ham buzib ketdi. Mashinani old oynalariga biror nima qildirsak bo'lmasmikan? Biror nima qildirsak bo'lmasmikan? Og'zingni bir chekkasidan chiqib ketadi, biror nima qildirsak bu. Hozir bilasanmi? Uni to'lovi bor. Uni to'loviga qancha to'lovlar qilish kerak hozir? Unga to'lov qilish ham shart emas ekan, standartdan o'tgan ekan. Yo'q-e. Umid Chexolchida Asliddin bilan Ahliddin jiyanlarim ishlashadi. O'shalar etuvdi. Ortiqcha to'lovlar ham qilinmas ekan. Gayga ham borish shart emas ekan. Qani gul boraylikchi. Umid qara klientlar keldi. Kelinglar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Kelinglar, xush kelibsizlar. Chexolchisizmi? Ha, manmi? Nima xizmat edi? Asliddin bilan Ahliddin degan jiyalarim qo'lingizda ishlashardi. Shogirdlar ishlashyapti hali ham, ha, shu yerda. Plyonka chiqqan ekan. Aha. Qo'shni saqlovchi. Bor, uryapmiz. Go'xar yaxshimisan? Sen gapirma, Go'xar tanimay qoldingmi? Tinchlikmi aka? Tinchlik uka. Ne tepam kelib olib, oltagarchilik qilsan tinchlikmi deb. Boydan biri chaqiryapsiz, indamayapti, yana chaqiryapsiz. Kim bo'ladi bu senga? Ayolim bo'ladi. Ayoling yaxshilab surishtirganmisan buni? Nima farqi bor? Shunchaki erkak ishimizda-yu. Bilmagan ma'lumotlaringni yetib qo'ying, ma'lumot o'rnida davom. Bir paytlar men bilan tushunganingizda. Nima aka, buni ham baxtli yashashga haqqi yo'qmi? Mayli, vaqtida sizga o'xshagan erkaklarga aldanib qolgandir. O'zingiz ham yuzda opa-singillaringiz bordir. Bu nuqta og'irlikli bo'ladi. Hech kim boshqa to'paga kelamiz. Ayobaga nima qildingiz aka? Men sizni yaxshi odamni ishxonaga kirgizib o'tiribman. Yaxshi ish qilmadingiz lekin ayol ishini erini oldida. Bu sizga g'iybatxona emas, ishxona edi. Men sizni odamni kirgizib yurman, aka. Boshqa qadamingizni bosmayman joylarga. Uzr. Qo'rqmayın